Mani ismim Ali, siznikichi? Zarina. Ey Ali, bu nima qilib turibsan? Dars kech qolamiz-ku. Yur birga ketamiz. Bo'pti, yaxshi qoling. Shunaqa ham odam bo'ladimi? Tavba qildim. Shuncha vaqtimni oldi. Asablarimni buzib, yana olib borib qo'yaman, o'zi ketib bordi. Allo, ham uyda? Kevasanmi? Ustoz kech qolayotganingni direktorga aytib beribdilar. Direktor seni so'rayapti. Hozir boraman. Xo'p. Tavba qildim, mana atrofimda faqat bu yerning ishlariga yig'ilganmi? Ali o'rtoq, anu yoningdagi qiz kim edi? Bilmayman, bekatda uxlayotgan paytim ko'zimni ochishim bilan baqirib ketdi. Vobshe asabiy qiz ekan bor-ku. Bekatda rostdan uxlab qoldingmi? Ha? Qanaqasi? Uyqum kelganda qayerda uxlayman boshqa? Uydan chiqayotgan soatga qarading? Qaradim. Dars boshlanganiga qancha bo'ldi? Har kuni bir xil gap, har kuni o'qituvchilardan gap eshitaman. Xohlaganda kelasan, xohlagan ishingni qilasan, xohlagan kiyimingni kiyasan. Nima ahvol bu? Unaqa emas, ustoz. Har kun kech qolmayapman. O'qituvchilar albatta. Agar yana kechga qoladigan bo'lsang, ota-onangni chaqiraman-da, shunda dokumentlaringni qo'lingga tutqizib haydab boraman, tushundingmi? Bor darsga. Xo'p, ustoz, bosh qaytarilmaydi. Nima kech qolding o'zi? Bekatda bitta bolani kech qoldim. 4 marta avtobusdan qolib ketdim. Sal g'alatiroq bo'lar ekan. Ish qilib boshqa oldimdan chiqmasin deb. Buni yeymiz endi. O'tda nima qilyapti endi bu? Kulim, nima Orqamdan kuzatib keldimi? Kim? Ana bekatdagi bola. Ali! Isming yo'q, menga qara. Yaxshimisan? Isming yo'q. Tortay qo'lingni. Yaxshimi? Siz nima qilyapsiz bu yerda? Maktabgacha keldingizmi orqamdan? Men masjidda o'qiyman. O'zingiz nima qilasiz bu yerda? Dars paytida nima qilib yuribsizlar? Ha? Qani jonalaring? Sallayam.